Barakalla, Jen. Jami 2 marta g'alaba qilding. Mana shunday davom etsang, raqiblaringni barchasini ortda Yo'q, qoldirasan. men yaxshi o'yin olmadim. Ha? Draka, sen qanday qilib maydondan chiqib ketding o'zi, a? Uni aytishicha, shamol yo'nalishini to'g'ri baholashing va shunga ko'ra buyruq berishing kerak edi. Shamol yo'nalishini men qayerdan bilaman axir? Umuman olganda, janob Reyden shamol yo'nalishini aniq biladiganga o'xshaydi. Ruda! Foydasi yo'q. Balki uni shamolni boshqaradigan qobiliyati bordir. Yaxshisi, buni o'zidan so'raganim ma'qul. Shoshma, Jin. Baribir u senga to'g'risini aytmaydi. Yaxshi. Rostdanmi? Ha, shamol yo'nalishini aniqlash uchun silfni shivirlashini eshita olishingiz kerak. Silf? U shamolni boshqaruvchi kuchining nomimi? Topding. Nima? Shamolni boshqaruvchi kuch? Uni eshitish uchun esa tinimsiz mashq qilish kerak. Bunga tayyorman deb o'ylaysanmi? Albatta. Nima bo'ldi, Robin? Hech nima. Shunchaki o'ylanib qoldim. Munkar. Bu sizning maxluqchangiz tezligi va qobiliyati sinovdan o'tkaziladigan poyga. Transformatsiya qiling va g'alaba qozoning. Draka, olg'a! Bu haqiqatan ham silfni eshitishga yordam beradimi? Aynan shunday. Ko'zlaringni yumganda butun tanang bilan shamolni his qil. Qani, ko'zingni yum, qalbing tugidagi qanotchalarni his qil. Ana endi uchishga marhamat. Bu orqali ular rostdan ham shamolni eshita olisharmikin? Menimcha Reyden bu borada rost gapiryapti. Kitobda yozilishicha, silf odamlarga xushxabar olib kelar ekan. Xushxabar? Bu yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin ekan. Aha. Gap bu yoqda ekanda. Louis, bir urinib ko'rmaysanmi? Taklifingni rad etaman. Bu unchalik qo'rqinchli emas. Biz senga yordamlashamiz. Yigitlar, hammasi joyidami? Silfni eshita olyapsizlarmi? Yo'q! Faqat shamolda uchyapmiz xolos. Yaxshi, unda B rejaga o'tamiz. Birija! Qo'y! Eshitilyaptimi? Sen shunchaki hazillashyapsan, shundaymi? Axir bu zo'r-ku. Moncha, ketdik, biz ham uchamiz. Moncha! Unda qadar chiroyli manzara, Moncha! Qiziq. Nahotki shamolni eshitish uchun aynan shunday qilish shart bo'lsa? Bilmadim. Finish chizig'ini birinchi bo'lib Michael White kesib o'tdi. U bunday kuchli sher bilan hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Afarin! Michael, sen juda zo'r o'ynading. Unchalik emas. Shamol bizga ancha xalaqit berdi. Bu sen uchun foydali. Yengishing kerak bo'lgan yagona raqib bu sening o'zing bo'lasan. Qau? Hech nima, Leo. Robin,
Va nihoyat bizni bellashadigan paytimiz keldi. Osonlikcha menga bas kela olmaysan, yaxshilab tayyorla. Men ham bo'sh kelmayman. Michaelni osonlikcha yenga olmayman. Raiden aytgandek shamolni qanday boshqarish kerakligini o'rganishim zarur. Biror nimani izlayapsanmi? Qayoqdan bilding? Tushkun holda xayol surib ketayotganingdan buni payqash qiyin emas, albatta. Shunday ko'rindimmi? Ko'rish shart emas. Uni his qilish kerak. Shamolni his qil. Shamolni his qilish? Agar u bu yerda bo'lsa, shamol qayerdan esyapti? Tushundim. Rahmat. Ketdik, Word. Men har doim akamga o'xshashni orzu qilganman. Leo, transformatsiya Detroit! Go! Go! Go, go! Go! U barcha o'yinlarda g'olib bo'lardi. U ta'lim olishda ham, sportda ham eng zo'rlardan bo'lgan. Barakalla. Sen Monkart ritsarligiga juda ham munosibsan. Men ham ritsar bo'lishni xohlayman. Qo'ysangchi, baribir hech qachon Michaeldek bo'la olmaysan. Seni xato maxluqchang ham yo'q. Ular haq. Men Michaeldek aqlli emasman. Men shunchaki bir oddiy bo'laman xolos. Va xato maxluqcham ham yo'q. Voy. Nima bu? U bu yerga qayoqdan kelib qoldi? Sen hozirgina chip dedingmi? Chip. Endi men seni chip deb chaqiraman. O'shandan beri akamdan o'rnak olgan holda Monkart poygasiga qatnasha boshladim. Akam Monkart ritsari bo'lish uchun Platuniyadan ketishiga to'g'ri kelganida men unga hamroh bo'lishni xohladim. Ammo shu kunga qadar hali biror marta uni yenga olmadim. Yordam bering! Kimdir bormi? Michael! Go! Hech nima. Ko'zimga biroz qum kirdi xolos. Endi-chi? Xo'sh, Silfni eshityapsizlarmi? Nima deding? Hech nima eshitilmayapti. Eshitilmaydi-da, chunki sen faqat qo'rquv bilan ovorasan. Diqqatingni bir joyga jamla va Silfni tovushiga quloq sol. Diqqatingni bir joyga jamla va Silfni tovushiga quloq tut. Bu turishda qanday qilib diqqatimni jamlayman? Afsus. Boshqa hech nima qila olmayman. Juda zo'r bo'lganda. Xo'sh, kim g'olib bo'ldi? O'g'riyapti. Ana bo'ldi. Shamol bilan do'st bo'lmas ekansan, u sen bilan aslo gaplashmaydi. Robinni hech kim ko'rmadimi? U sen bilan emasmidi?
Yo'q, ya'ni shunaqaroq. Bunday xavfsiz shaharda unga hech nima bo'lmaydi, xavotirlanmang. Ammo bu yerda tog'lar, Ha? qoyalar juda ko'p. Ular xavfli bo'lishi mumkin. Uxlab qolib qulab tushsa-chi? Aa! Yoki bo'lmasa shamolda uchib ketganmikin, ha? Bunday bo'lishi mumkin Aa? emas. Zudlik bilan Ha? qidiruvga. Yordam! Yo'q, iloji yo'q. Sen ham qulab tushasan axir. Qo'yib yubor. Bayqa!